Әмдеке урын фынгагуали uslub boshqarish musturiga keldik. Demak, mau mo'rin olatik uslub. Endi bu yerda uslub qachilamoqchi bo'lsak, shundan ep boramiz. Masalan, davru degan turni tanlab, ma'urindan levlan qilib, shu uslub vujudini ko'rsatib bersak bo'ladi. Hozir biz uslub yo'q, shunga buni amonoq. Masalan, ma'urindan yana ko'p uslublarni ko'rish deb degan turi bor ekan. Bassak mana mushniki uslublar chiqdi. Mo'rini qanday qilmasa, mush uslublarni shazay qilib, o'zimiz uyg'urchaga tarjima qilib, o'zlashtirib, bekitimizga uslub qilib qachilib olsakmi bo'ladi. Ko'rkam uslublar bor ekan hozir. Mana qaytib kelamiz. Masalan, uslubdan ma'rudan biyanji degan turni ochdik. Assoq qarayli, hozir ko'rinishi. Uslub ko'ngillik uslub. Undan keyin menda 5 dona uslub bor. Buni xohlagancha tanlashga bo'ldi. Masalan, men birini aytib baqay. Masalan, mating. Ding degan mush uslubqo. Masalan, mana bir tanlab ko'rib baqay. Boshqa yerlarga tegmasakmi bo'ldi, uslubni o'zimiz masalan, ma'lum bir uning rangi, xil shakli yana shuni o'zimiz xohlagancha tanishib olsak bo'ldi. Deb qo'lyapman muhabbatniki. Buni bir qismi qaytib keldi, qani qanday chiqdi ekan. Demak, ma qizil ranglik batga o'zgar degan gap. Mush uslub bo'yicha misol 5 ta uslub bor. O'zimiz xohlagancha tanlab ishlasak bo'ldi. Endi yana bir qator ushlan do'stlar cho'qim xazuvchi bilsa bu texmi qulaylik. Masalan, qaranglar. Bekat logosi deydi. Masalan, flash shaklidagi hujjatlarni qo'yildi ekan. Flash shaklidagi hujjatlarni nima deb qo'yamiz ekan? Ma shaklda olsak bo'ldi ekan. Flash hujjat logo SYF. Kengligi uzunlik 80, egiziga qarab qilib olsak bo'ldi ekan. Unga masalan yana sirkasak. Chang ziti, yani daim qo'llangan zitilar UKH tuzum alpida. Unicode yazıqı bunun xatning cho'ngchiligi 15. Uni keyinda Juti. Juti degan gap tema qatoridagi bat. Ma'lum 15. Uni keyinda Mashawziti. Mavla bakan degan gap. Mushdan o'zimiz xohlagancha masalan Juti biyavga bianquang yansa. Ya'ni bu temelninki yan ramka rangi deydi. Hozir mush tutuq rangi ekan, biz buni o'zimiz echib bilan xohlagancha qizil sariq tanishib olsak bo'ldi. Ustimizni o'zgartirib olsanglar. Ma mokayvali Ma'urunga uslub qashlagan vaqtning o'zida qasaq bo'ldi. Undan keyin Biaochingguali. Biaochingguali degan gap machra ifodasi. Masalan, qaydan bo'lsa ko'ngildagidek aqsa maymun sol tak degandek turlar ekan. Bu nima desa? Voy. Ma bo'lmadi bu. Blogim olinib ketdi. Ko'ngildik sayfiga kirdik. Masalan, Biaoching degan narsaga qarab turinglar. Mushiga qartilgan gap qarasak, mana aqsa maymun deb turibdi. Masalan, ko'ngillik tanishaklar bu. Aqsa maymun nechib baqla, mana maymunning chiroyi ifodasi chiqib qotdi. Hamda sol tak degani ko'rib qoldi. Mana har xil ifodalar. Mushadagi ifoda o'rnida bitta mushuni qo'shamiz. Endi bu yerda ma'mur holatdagisi yaxshi. Ma'mur holatdagisi cho'ma boshqa bir axlatlar agar buni qo'ymaymasak mana alam taqasini elevatimiz. Ishlatmayman desak ham bir lam turi chiqadi. Ham bu yerga yangidan ifoda har xil o'zimizda bor do'ppiq degandek chiroyli rasmlarni qatmoqchi bo'lsak, masalan, davru qaplam akirsak rasmni mana bo'ldi. Uni keyindan Biao Taidongzo. Masalan, mau bog'lagan vaqtdagi rasmlar. Masalan, o'zimizning temizlikni bog'lamaymiz, shu ma'noni nima qilmaymiz. Masalan, serkan bo'lsa tuxum chiqsin. Ichilgan bo'lsa gul taqdim qilayli. Qo'shilsak, mau uni chiqaramiz. Mana o'zimiz ham o'zgarsak bo'ldi. O'xshash o'yda emas, men qo'shilib deb yozib qo'ysak bo'ldi. Uni keyindan Juti Chanding. Ya'ni temininki tamg'u iqtidori. Buni odatda qo'zg'atib o'tamiz, ma'runi tanlab. Masalan, Jafar degani nima bo'ldi? Jinhua. Avvat degan gap nima bo'ldi? Ko'p ko'rilganlar bu. Tuyson qilibdilar. Masalan, uzrasim degan gap bu o'zi o'rniga tuyjan qilib o'tdilar. Mushu tanlab muvofiq turlarni aklab qumlashtirib olsak, tim yo'qolgandan keyin ma tim qatori masalan mening keyiniga Jinhua degandek bayam tamg'alar besilib chiqadi. Yoki ma bir timni yechib, masalan, o'zimiz xohlagancha tamg'a olaymiz. Masalan, tamg'a degan turni ochdik. Masalan, o'z rasmga tamg'a osamiz-ku.
Mana ma'runda birdan tamom paydo bo'ldi degan gap. Buni mushuni qo'zg'asak bo'ldi. Ma kichik bayam kichik tubiyavlar. Yüzümüz halanca rasm çıkmasak bunu yani yanına katmakçı olsak mağrundalar ketversek mi buluyordu. Bunu kendin biyançıcı şerci. Biyançıcı diyen nime adrese mesela team yollaş diyen türünü bassak. Mana muş gözneknin üzne bizden muşurunu tanlaymayız. Mesela mavu adet biz bunu çün ve ben moşi yani sap yazı şekilde tanlaşan muş türünü yapıyoruz. Mağrunun gavcı diyen türünü besletimiz. Adetçi mesela çok tuluk adette görünüyordu. Yani ondaki ticak onu muş uçtan sek bulu